Assalomu alaykum hammangizga Ufadan alangali salomlar bo'lsin deb qolaman. Bugungi kunimni sizlar bilan birgalikda boshlab olaman. Anchadan beri video chiqara olmayapman. Buning uchun uzr so'rab qolaman. Chunki juda ham band bo'ldim shu hafta. Yoqqa bor, bu yoqqa bor. Ro'za iftoriga bor. Keyin kafeda ishlaganim uchun ko'p zaявка bo'ldi iftorlik uchun. Shuning uchun hech qo'lim tegmadi video chiqarishga. Bugun esa biznikiga mehmonlar kelishadi. Ya'ni u mehmonlarni iftorlik bahona chaqirib olamiz. Anchadan beri chaqira olmagan mehmonlarimiz bor edi. Shaharga kelgan qarindoshlarimiz, turmush o'rtog'im tarafdan qarindoshlarimiz bor edi. Chaqira olmagandik, iftorlik qilib bahonada chaqirib olamiz. Yana turmush o'rtog'imning eng kichik ukalariga iftorlik qilib bahonada chaqirib olamiz, mehmon qilib olamiz. Shu sababdan katta tayyorgarligimning yarmini to'chkamizga kelib qilyapman. Chunki non yopish kerak. Uyda ham tandir bor-u, lekin juda ham sovuq bo'lganligi uchun to'chkani o'ziga kelib qilib ketyapman. Somsalarni, nonlarni, shu yerda salatlarni tayyorgarligini qolaman. Ya'ni qaynatib olaman shu bahonada. Chunki uyda plitamizni tashqaridagi kuxnyaga olib chiqqanmiz, qaytib olib kirmaganmiz. Shuning uchun ko'p narsaga ulgurmaydi u plitamiz, kichkinagina plita. O'shaning uchun duxovkamiz ham ishxonada, o'shaning uchun shu yerga ertalab sahar turmush o'rtog'im ikkalamiz keldik. Ertalab saharlikdan keyin bomdodni o'qib olgandan keyin yugurib kelib ketdik. Ya'ni nonlarimizni yopib, kerakli narsalarimizni pishirib oldik. Ya'ni uyda faqat osh qilaman, salatlarimni tayyorlab olaman. Izohlardan bildimki, men juda ham gapirishim charchagan, ovozga o'xsharkan. Shuning uchun xushchaqchaq bo'lishga harakat qilaman, lekin ovozim shunaqa, boshqacha bo'la olmayman deb o'ylayman, yana bilmayman. Lekin hayotda xushchaqchaqman. Charchaganim uncha bilinmaydi. Bilmayman, balkim yaqinlarim sezar, lekin o'zimga uncha bilinmaydi. Bir xorazmlik opamiz yozgan ekan, gapirishingiz juda ham charchaganga o'xshaydi. Quvnoq bo'lib shaharlarni ko'rsating, biz maza qilib ko'raylik degan ekan. Shaharlarni ham xudo xolisa ko'rsataman. Shu oy ichi shaharlarga chiqish menimcha chiqolmasam kerak, chunki juda ham zaifman. Bu yerda birinchi go'shtlik somsa yopib oldim, ko'rib turganingizdek, o'zim tayyorlagan xamirdan. Keyin esa shpinat, zelinlar har xildan oldim. Ya'ni kinza bor edi bu yerda, ukrop bor edi, ko'k piyoz bor edi. Hammasidan oz-ozdan to'g'rab, ko'k somsa ham yopib oldim. Ko'k somsani tayyor magazinning xamiriga yopdim, chunki juda ham yengil bo'ladi. Juda ham pishni bo'ladi. Ko'rib turganingizdek, juda ham chiroyli bo'ladi. Ham tezda tayyor bo'ladi. Tayyor xamir bo'lganligi uchun birdaniga qilasiz. Ko'p shirinlik pishiraman, agar e'tibor bergan bo'lsangiz boshqa roliklarimda. Bu yerda esa ko'k somsa yopib oldim. Keyin esa uyga kelib salatlarimni tayyorlab oldim. Tezdagina sabzavotlarni qaynatib olgandim ishxonada. Uyga kelib tayyor qirg'ichlardan chiqarib tayyorlab qo'ydim. Salat podshuba qildim, keyin salat avoshni qilib qo'ydim. Bu salatlarim doim hamma mehmonlarim kelgan paytda bo'ladi. 4 xil salat qilsam ham bu salat bo'ladi. 2 xil salat qilsam ham aynan shu salatlar bo'ladi. Chunki turmush o'rtog'im juda ham yaxshi ko'radi, oila a'zolarimga ham juda ham yoqadi. Bugun ishlamadim, deyarli ishlamadim. Chunki
bugun bayram bo'lganligi sabab hamma uyida narsa tayyorlaydi. Shuning uchun ishxonada shunchaki ochib qo'ydim, balki bitta ikkita odam kiradi degan maqsadda ochdim. Bitta ikkita odam issiq nonga kirishdi. Deyarli ko'p narsa sotmadim. Shuning uchun ertagina keldim, chunki aytib o'tganimdek iftorlikka tayyorgarlik qilishim kerak edi. Kelib hamma yog'imni yig'ishtirib, endi shu pishiriqlarni olib kelgan narsalarimni birdaniga qo'yib olaman. Mana salatlarim ham tayyor bo'ldi. Endi ikkinchi salatim, овощной salatimni ham tayyorlab olaman. Овощной salat kuritsa bilan tayyorlayman, ya'ni tovuq go'shti bilan. Tovuq go'shtini ishxonada grillda pishirib olganman. Mana shu salatimni endi to'rtburchak katta-katta qilib to'g'rab olaman. Bir salat qilsam, shunaqa salat qilsam, kommentariy yozib yuboribdi kimdir. Nima molga to'g'rayapsanmi deb. Lekin men ko'pchilikda ko'raman, shunaqa qilib, aynan shunaqa qilib to'g'rashadi. Bu salatni aynan o'zi shunaqa qilib katta-katta qilib to'g'raladi. Ko'pdan beri tayyorlayman. Har doim bir xil shunaqa qilib to'g'rayman. Yana cho'chiganimdan kichikroq to'g'radim. Har safar o'zi katta-katta to'g'rardim. Shunaqa. Sizlarda nima gaplar? Charchamasdan ro'zalarni tutyapsizlarmi? Barchangizni ro'zangiz bilan tabriklab qolaman. Allohim tutgan ro'zalaringizni o'z dargohida qabul qilsin. Ko'pchilikning duosi ijobat bo'ladi. Hammaga nimaiki niyat qilib tutayotgan bo'lsa, niyatlariga yetsin. Yiqilganlar oyoqqa tursin. Farzandsizlar farzandli bo'lsin, qo'sha-qo'sha farzandli bo'lsin. Umralarga, hojlarga borib yaxshi kunlarda ko'rishib yurishlik nasib qilsin hammamizga. To'ylar qilaylik, farzandlarimizni rohatini ko'rib, hamma musulmonlar birgalikda ushbu kunlarda yaxshi kunlarda ko'rishib yuraylik. Yana kasal bo'lganlar hech kim bilmay qolsin, oyoqqa turib ketsin. Amin deb qo'ying. Agar meni kimdir eshitayotgan bo'lsa, shu videomni oxirigacha ko'rsa, hammangizdan Alloh rozi bo'lsin. Men esa shunaqa qilib tez-tezgina ishlarimni qilishda davom etyapman, chunki og'iz ocharga iftorlikka 1 soat qoldi. Shunaqa qilib ikkinchi salatimni ham tayyorlab qo'ydim. Mayonezlarni solishdan oldin keyin mayonezini aralashtirib qo'yaman. Endi esa fruktlarimni, ya'ni mevalarimni yuvib sevatchalarga solib olaman. Mana shunaqa qilib hamma qand salatlarimni, nimalarimni tayyorlab oldim. Nimaiki olib kelgan bo'lsam, hammasini tayyorlab oldim. Ko'p narsa olmadim. Shu somsa, 2 xil somsa pishirib olganman. Shirinlik pishira olmadim, chunki vaqtim bo'lmadi. Shuning uchun pirog olib oldim magazindan tayyorgina. Shunaqa qilib hammasini tezdagina tayyorlab olaman. Juda ham oz vaqt qoldi.
Allohim hammaga nima deydi, kuch-quvvat bersin, sabr-toqat bersin ro'za tutayotganlarga. Endi eshikda ovqatimni boshladim. Tashqarida qilaman, chunki ichkaridagi skоворodkamga baribir ko'pchilikka ovqat qila olmayman. U skоворodkadan boshqasiga plitamiz ishlamaydi. Induksiyami degan induksionniy nimalar ishlaydi, qozonlar. Unaqa hali olmadim, chunki hamma qozonim nimada, ishxonada. Bular esingizda bo'lsa, o'tgangi safar ekkandim. Bu yerda pomidor gullarim chiqibdi. Bolgarskiy, baqlajon va qalampirlarim hali chiqmadi. Keyin siz so'ragan video, aynan uyingizni obzor qilib chiqaring deyishgan edi. Shunaqa qilib obzor qilib oldim. Chunki kulmaydi sizlar degan umiddaman. Men kamtarlik qilib aytmasdim, rostdan ham uyimiz juda ham kichkina. Hali remontlarimiz chala. Uyimizni brusdan qurganmiz, ya'ni yog'ochdan. Rossiyada yashovchilar menimcha yaxshi tushunadi bu narsani. Shunaqa qilib uyga kelsam, uylarimizni bolalarim shunaqa qilib yig'ishtirib qo'ygan ekan. Men endi shashganimdan oziqqa urinib ketdim. Shunaqa qilib endi oshga urindim. Yana aytmoqchimanki, sizlar bilan xushchaqchaq bo'lyapman degan umiddaman. Shunaqa qilib oshimni tayyorlashni boshlab oldim. Oshimni qovurib, hamma yog'ini qovurib, suvini quygandan keyin kirib, dasturxonlarimni bezatib olaman. Ku menantimu saban